Hammaga assalomu alaykum, hurmatli video tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'p tumani Bahri mahallasidamiz. Akalar, molxona qurilgan ekan, yangi qurilgan ekan. Shuning uchun proyektini sizlarga qisqa qilib ma'lumotini berib ketaman. Menga eng yoqqan tarafi tepasiga shu nima deyiladi aka? Lombosda. Lombosda bu salqin qiladi-da bu. O'shani ko'rib turib, videolardan so'rab akalar sizlarga ma'lumotini beramiz. Ahvolga hormaganda. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qutlug' bo'lsin aka mohonlar. Qani aka, uzunligini bitta aytib beringchi mashitdan oxirigacha. 20 metr aka uzunligi. Obunachilar 20 metr ekan, yerdan 1,5 metr ko'tarilgan ekan, ha? Yaxshi, zo'r. Xo'p, tepadan boshlaymiz obunachilarimiz. Mana bir qator g'ish urilib, ha? Keyin ustidan lombos deyiladi. Qamish tashalgan, keyin lombos deyiladi. Tepasini ko'rishda iloji bo'lganda bo'lmasamda qolib berardim obunachilarimiz mana. Bo'ldi. Bu narsani men ko'p ko'rdim, salqin qilar ekan, nima yozda Saratonda mollar mazah turadi. Xo'p, tepalariga aka qamish bosgan ekansiz-da? Qamish bosilgan. Ha, zo'r bo'lgan ekan. Obunachilar taylari beton bo'lgan ekan. Necha ekan shu oxirdan maygacha? O'lchab oling metr bilan. Endi bizni ashaddiy obunachilarimiz shunga qarab turib qiladi. 180 bo'lsa kerak. Qani kim ekan? 2 ekan, to'chni 2 ekan. Obunachilar novoz turgan joy 2, 3 santimetrga uklon berilgan ekan-a, turishidan. 5 million bunaqa esimda yo'q. Aha. Keyin mana akalar bu yerda 5 santimetr bo'lsa, o'rtalari mana chiqadigan taraflari 15 ekan. Bo'ldi, gap yo'q. Bu terakdan qilingan ekan-a, Ahror aka? Kerak. O'zimizda xomashyodan qilingan ekan-da, reja qimmat bo'lmagan. Lekin uni ustunlar boplabsiz. O'lchingchi 1 metr chiqar ekan. Bitta novosga mo'ljallanib qilingan ekan-a? 90 ekan, aka? 90, 80. Nechta molga mo'ljallangan bu? 20 ta. Mana obunachilar 20 ta mol bemalol tursa bo'lar ekan. Qani bu tarafga o'taylikchi. Bu devor bo'lgan aka o'zi? Ha, devordan yangi qilindi-da. Ha, devordan akalar foydalangan, chunki mana oldi menga devorga minilgan ekan. Xo'p, oxirlarimizga kelamiz. Oxirlarimiz konteynerdan qilingan, ha? Konteynerdan. Necha ekan ichimga olib qo'yingchi. 65 ekan, ha? 65. Akalar temir konteyner qilingan. Bu arzon aka. Juda qimmatmasa. Mana obunachilarimiz. Qalinlisidan bo'li, arqalisi bo'lar ekan-ku. Ha. Böyle moldim ben nimasini kesib olmaydi tilini. Tekkisa bu. O'zining kraskasi ham borda mana akalar, qizil, oq. Xo'p. O'rtog'im borda svarchik usta. Ha. O'sha bergan mana qayirib, molni kesmaydigan qilib bergan. Alibeydan. Mana metlarni ham o'zi. Doshim bor, o'zi addushi qilib bergan. Haqiqiy temir ustasi. Ha. Agar kimga kerak bo'lsa, nomerini tamiz qilib beradi aka. Bo'ldi. Necha nomerlar aytib qo'yingchi? Yoddan bilsangiz. Ko'ringchi, ustakalarimiz. Bo'ldi. Ko'ring. Ustakalarimiz ishimizga ma'qul, obunachilar nima kerak bo'lsa. Biz Zeyxon akamiz o'tiribmiz, obunachilarimiz. Bilasizlar, kelgan joyimizdan shunaqa ma'lumotlarni ko'rib, o'rganib sizlarga aytamiz. Xo'p, 99 ga 916 0725. 916 0725. Zo'r aka. Aka, shu o'rta necha metr ekan? 120 bo'lishi kerak. Oxirdan 115 ekan. 115 ekan, ha? Mana aka, bemalol bitta 2 xildan aravacha. Ha, bemalol yuradi. Xotirjam yuraveradi. Keyin taylarni boblabdi-da, ochiq, havo kelib turadi, nomosadi. Havo aylanadi, aytdim o'sha o'rtadan qilib berganman. Hozir qishda Ahror aka, kilonga o'rasangiz bo'ldi. Tashasa bo'ldi. Bu qishda bilan turdim molar, ha? Sovqotib, kasal bo'lmadi. Yo'q. Mana akalar, novosda xotirjam turibdi, yemini yeydi, dam oladi. Nima deysiz? Ha, ketdik. Zo'r aka. Menga ma'qul kelgani mana agratdan baland bo'lgan o'g'illarni men juda yaxshi ko'raman. Chunki mana go'yni chiqarish osonroq bo'ladi-da. Mana obunachilarimiz kezalar qilishar ekan go'ynlaridan. Novoslarga mana atallar. Hammasi ustada o'rtalarim. O'shalarni maslahat berib, shulardan bilagan. Katta usta. Bo'ldi gap yo'q. Obunachilarimiz mana qo'ldan kelgancha qisqagina ma'lumotlar berib qo'ydim. Ahror aka, sizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qisqa va mazmunli ma'lumotlar bo'ldi. Menga yana qayta aytaman. Usta aka,
Mana shu tepa bor-ku, lombozini. Sheper qilmasa ham shuni qilish kerak ekanda. Sheper sotib qo'yadi-ku. Endi shuni tepasini sheper qilsa, u vaqti to'g'ri bo'ladi. O'txona bo'ladi. Mana bu narsalar uzoqdagi varianti. O'ta ham go'zal qilingan. Mana hovli turibman, unaqa kuchli hid yo'q akalar. Hamma joylardan havo kirib turibdi novvoslardan.